hurmatli Amerika servis mijozlari, boshlangan kun barcha uchun xayrli va omadli bo'lsin. Ertalabdan Vanus qismida ishlaydigan Cobalt avtomobilini olib kelganmiz. Bunga xudo xolisa 90 litrli metan gaz balon uskunalar o'rnatib berilyapti. W001 yuqori tezlikda ishlovchi farsunkalarimiz, tagi 200 GoFast yangilangan versiyadagi boshqaruv bloki, hammasi yangi, original zapchastlar hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi o'rnatiladigan uskunalarga kafolat beramiz. Bundan tashqari Adaxdan reduktorimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham O'zbekiston mahsuloti sanaladi. 90 litrli gaz balonni xudo xolisa sinovdan o'tkazamiz. Mana undan keyin ustanovka qilamiz. Zavod tomonidan ishlab chiqarilgan chana hamda tasmalarga xotir beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, Cobalt yozuvi ham bor. Yuqorida aytib o'tganimdek, metan gaz baloni kelib, bizning servisda bemalol sinovdan o'tkazib ketishingiz mumkin. Undan tashqari servis ishlari bo'yicha batafsil ma'lumot uchun mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ertalabki Cobaltimiz bitta xudo xolisa W03 skoroskoy injektorlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, reduktor chiroyli qilib joylashtirib berganmiz. Adax kompaniyasiniki boshqaruv blokisidagi 200 GoFast yangilangan versiyada zapravishlarni mana bu yerga o'rnatib berganmiz. Hozir mana trubka tashish ishlari amalga oshirilyapti. 90 litrli koreyskiy balon qo'yib berganmiz. Avtomobilimiz yangi egalariga yaxshi qulaylik xizmat qilsa Allohim. Mana ko'rishingiz mumkin, qanaqa chiroyli chiqqan. Bunaqa xizmatlarni faqatgina siz Navoiy shahrida Nurbuloq bozorining yonginasida joylashgan Amerika servisdan topishingiz mumkin. Narxlarimiz hamyonbop, o'rnatilgan uskunalarga 2 yil yoki 50 ming kilometr masofagacha kafolat beriladi. Pastdagi raqamlarga telefon qilib olasizlar. Amerika servis. Malibu avtomobilini olib qo'yganmiz. 1.5 turbo, bunga 3-avlod metan gaz balon uskunalari o'rnatib berilyapti. Ko'rishingiz mumkin, mana reduktorimiz joylashuvi, bu zapravishniklari. Malibu 1.5 turbo, 2.5 to'rrog'i, 2.5 atmosfernisiga 3-avlod metan gaz balon uskunalarini o'rnatish mumkin. 100% gazda yuradi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Faqat 2 turboga qo'yib bo'lmaydi 3-paketli. Faqat Euro 4 Plus qo'yiladi. 2 turbo Premier XL larga faqatgina Euro 4 Plus qo'yiladi. Orqasini ochib ko'rsatib o'xshaydim, lekin narsalarni joylashtirib olgan ekanlar, shuning uchun ko'rsata olmadim. Nima demoqchiman? Agarda siz Malibu'ingiz bo'ladigan bo'lsa, 1.5 turboligi yoki 2.5 atmosferligi bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelsangiz bo'ladi. Biz Euro 3 xohlasangiz Euro 4 Plus ham qo'yib beraveramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Amerika servis. Yangi Cobaltga mana nabor taqlaymiz. Ustidagi 200 GoFast, yangilangan blok upravleniyasi, original ko'rkodlarini ko'rishingiz mumkin. LED 600 datchiklari, action reduktorimiz, zapravishniklari, polaoborotlari, keyin bu yerda hozir mana trubkalari, metan uchun mo'ljallangan. Akara buni propanga ishlatmaydi. Ko'pchilik buni propanga ishlatyapti. Bu xavfli. Endi injektor qanaqa bo'lyapti bunga? Bu naborga injektor qanaqa bo'lyapti? Realmi? 03 bo'lyapti. W03 injektorni qo'yib beramiz, xudo xolisa. Bizda injektorlarning ham xilidan bor. Mana bu 01. Tak, bu ham 01 lekin hammasi. Bu yerda Adaxniki bor, Real'niki bor, Ecogazniki bor. Ko'rishingiz mumkin, hammasidan bor. Mana bu yerda mamnaqalaridan ham bor. Alexniki, Flipper. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Amerika servis. Jak M3, M4 olmoqchi bo'lganlar va olganlar uchun mana hozir biz Jak M4 avtomobiliga propan gaz balon uskunalari o'rnatib beryapmiz. Hozir montaj jarayonlari amalga oshirilyapti. Real kompaniyasidan reduktorimiz, ko'p marotabalik filtr hozir montaj ketyapti. Real IG1 injektorimiz hamda Europa Gaz Evensud 2.4 boshqaruv bloki. Bu M4imiz atmosfera bosimida ishlaydigan bo'ladi. Adashmasam 2 litrli dvigatel hisoblanadi. Zaxira qildiradigan joyiga ko'rishingiz mumkin, balonimiz joylashtirib berilgan. Kimdadir Jak bo'lsa, nafaqat M3, M4, GS6, GS8, G7 bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin. Propanlarini, metallarni, ustanovkalarini chiroyli qilib kafolatlari bilan qilib beramiz.